Araba boşmusan? Qara bor bu yoqqa. Ha aka, bo'shman. Nima qilish kerak? Aka bitta yog' berib oling. Mana aka 60 ming so'm. Alo. O'lab bey. Ha, ketyapman. Hali aka sog' bo'ling. Ha, ketyapman. Hop. Qolmaysanmi yo'q qo'limda? Tezroq bo'l. Shunga solasan-da, qaysinga solasan? Sol tezroq. Net pul bo'ldi keyin. Aka 30 ming so'm bera olasiz, bozor aylandik-ku. Nima? 30 ming so'm? Sen kallang joyidami seni? 5 ming so'mga narsaga 30 ming so'm deysan? Aka bozor aylanib olib chiqyapmiz-ku. Katmonim qani? Aka qanaqa katmon? Katmonimni sen oldingmi? Katmonimni. Dona qo'ying, nima deyapsiz? Aravakas. Pastkash. Ber katmonimni. Nima qilyapsiz aka bu? Bo'lyapti, mursh bo'lyapti. Ko'rmaysizmi aka? Katmonimni o'g'irlab qo'yibdi. Mana kartmoning yo'q olgan joyingda qolib ketibdi. Aravakash deb qo'l urar ekansanlarda hamma. Uka turing, xudoga soling bunaqalarni. Mayli boyib keting, mayli shaharsizniki bo'lsin, kibr qilmaylik azizlar, katta ketmaylik. Mana shu mo'ykada ishlaydigan bolalar, bozorda arava yetadigan bolalar yoki malakachilikka chiqqan bolalarga hamma shu qo'lini uchini so'rashgan, ko'proq shu kasb egalariga kibr qilinayotganini ko'rasiz.